Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar kanalimiz a'zolari. 3-aprel 2026-yil bugungi sanamiz. Mana Rishton tumanidan, Farg'ona viloyati Rishton tumanidan kelgan akamizda bularga ideal holatda chiroyli tunikani o'rab bo'ldik. Ko'rishingiz mumkin. Pashti hamma narsasini qildirdilar. Orqasiga dugay, poliga rezinka, yoniga sondiq, polni shumizalatsiya qilingan holatda. Ko'rishingiz mumkin. Hech qanaqa zarbalar kelsa bukilmaydi, qirilmaydi, chekkalari ham qirilmaydi, betlari ham o'ta baquvvat holatda. Ichiga hashay to'lmasligi uchun qilinadi. Tunikani tiraydi, issiq sovuqda sidina tomonga orqadan zashta qilish uchun qo'yiladi. Taylari ham mana 1,5 sm ichkariga qaytgan holat. Ochganda qo'lda kesmaydi, ilmaydi. Bu yo'llarni ham aylantirib, xuddi shu holatda samolyot zakolobkalari yo'q. Dugalarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Mana bu yonidan chiqishlariga mana bu joyiga gaz balon qo'yilganda zashta qilish uchun qo'yiladi. Bu narsa behijolat yuk ko'taradi, mashina tortsa ham bo'ladi. Foydasi juda ko'p. Mana bu joyiga sondiqcha qo'yganmiz. Sondiqchamiz mana bu holatda ochiladi. İçiga arqon, kulich, aptechka deysizlarmi, suv deysizlarmi, agnishitel behijolat siquradi. Akkumulyator zashtnik qilish uchun yonlaridan yopib qo'yilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Supuvlar chachramaydi. Ko'pchilik buning ichiga suv kiradi deydi. Mana bu joyiga lipochka yopishtirib qo'yilsa, hech qanaqa suv ham kirmaydi. Bu sondig'imiz alohida sotuvda bor. Tunika qoplangan akalar bo'lsa, sondiqda o'zi kerak deydigan bo'lsa, sondiqqa ham bemalol telefon qilishlari mumkin. Mana bu joyda rezinkasi bor. Bu rezinkasi bir yoni mana silliq holatda. Tangachalarga ahamiyat berib qo'yasizlar. Ko'pchiliklarda rezinkalarni chiqib turadi. Bu narsalar ilib qoladi. Bu yonboshroq, ko'p chiqmagan holatda bo'ladi. Ichida ipi bor. To'liq tushadi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana ekrandagi raqamlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Mana shu akalar raqam postoyanno ishlaydi. Haftaning 7 kun davomida. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Bordon qishlog'i, svetofor yaqini 1-1,5 soat ichida shuna holatda o'rnatib qotirib beramiz. Kamchiliklar, xatolar bo'lsa, ana shu raqamlarga ham telefon qilib aytishingiz mumkin yoki kommentariyaga fikrlarini qoldirishingiz mumkin. Xo'p, labo olgan tanish bilish aka-uka do'stlarga ushbu videoni jo'natishni unutmanglar. Imkon qadar like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.